bitta lider qilmoqchi bo'lsanglar 90 yoki 70 kesishingiz mumkin. 106 ni. Nimaga kesyapsiz? Bu yerda shox kerak sizga pastdan. 4 ta yana shox chiqadi. O'shani boylaysiz pastga egib. Bitta boylash shu ip bilan qilishingiz mumkin. Yo temir ko'rgandirsizlar, V-simon temir. Baxmal soyda bir qilib ko'rdik. W. Ha, o'sha. Shu bilan eksanglar bo'ladi. Endi hammasini o'ziga yarasha kamchiligi bor. Temir misol uchun bitta daraxtga bir 3 minglarga borib qoldi puli. Boylasangiz, ani ip kirib yeb qo'yapti shoxni. Qiyib ketadi. Qiyib ketyapti yoki yozda chirib ketyapti yoki uzilgani tikka bo'lib qotib qolyapti. Hammasini o'ziga yarasha kamchiligi bor xullas. Shu 106 tinchgina shu 4 ta litr qilganingiz yaxshi. Agar kichkina bog' bo'lsa, 10 sotuvdan 50 sotuvgacha stalbasini qo'yinglar 100%. 1 yil kechiksa ham yig'ininglar, pulinglarni keraklicha to'plab olinglar deb stalbada qilinglar, maza qilib ishlaysiz ichida. Keyin uzunmi stalbasini qo'ysanglar, unaqa katta pul bo'lib ketmaydi.